Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Sizlar bilan she'rlar tahlilidan boshlaymiz. Ayni paytda cho'lpon she'rlari, xususan ko'ngil she'ri haqida gaplashamiz. Ko'ngil, sen bunchalar nega kishanlar bilan do'stlashding? Na faryoding, na doding bor, nechun sen buncha suslashding? Ko'z oldingizga keltiring. Bu yerda shoir ko'ngilni alohida obraz qilib, unga murojaat qilyapti. Nimaga sen kishanlar bilan do'st bo'lding? Nimaga faryod qilmaysan, dodlamaysan? Nimaga jimgina mute taqdirga tan berib, sust bo'lib yashayapsan? Haqorat dilni og'ritmas, tubanlik mangu ketmasmi? Kishanlar parchalanmasmi? Qilichlar endi sinmasmi? Nimaga haqorat seni dilingni og'ritmaydi? Agarda seni inson sifatida, aytaylik, millat sifatida haqorat qilishadigan bo'lsa, nimaga bu haqorat seni ko'nglingni og'ritmaydi? Nimaga bunaqa tubanlik mangu shunaqa bo'lib ketishi kerak emas-ku? Ya'ni har doim shunaqa tuban yashashing kerak emas-ku? Nimaga harakat qilmaysan? Kishanlarni parchalamaysan, qilichlarini sindirmaysan, nimaga kurashmaysan debdi. Tirik sen, o'lmagan sen, senda odam, senda inson sen, kishan kiyma, bo'yin egma, kesin ham xo'r tug'ilg'on sen. Ya'ni, ey o'zbek xalqi, sen kishan kiyma, bo'yin egma, boshingni ko'tar, sen ozod tug'ilgansan. Ya'ni hech kim bu dunyoga kishanband tug'ilmaydi, kelmaydi va sen ham mag'rur o'zbek sifatida boshingni ko'tar deyapti. Tabiiyki bilamizki, cho'lponning yashagan davri aynan shu chorizm, Sovet ittifoqining o'rnatilishi, ruslashtirish siyosati va hokazolar bilan bog'liq. Bilasizki, jadidchilik harakatlari, bularning agar cho'lponning tarixini yaxshiroq o'rganadigan bo'lsangiz, aynan uni mana shunaqa isyonga, faryodga nimalar majbur qilganligini yana ham yaxshiroq tushunsangiz bo'ladi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.